Ko'rdingizki, o'rdaklarni ham sonini ko'paytiryapmiz. Uzoq kutilgan tanaffusdan keyin. Bular tuxumga kirib ham ketdi. Hozir bular agar qiziquvchilar bo'lsa sotiladi ham. Xo'rozlari 350 ming so'mdan, makyonlari 150 ming so'mdan tanlab olishga. Bularning soni 34 ta. 3 ta xo'roz, 31 makyon. Ko'p tullak, jo'jalari ham bor. Mana bu ko'z yoni qizili tullak deyiladi. Qizil emasi bu jo'ja deyiladi. O'shandan tullak yosh yoki kattaligini aniqlovchi bo'ladi. Mana bu jo'ja. Unimiz tullak. Tullaklar asosan ertaroq tuxum qiladi. Keyin ertaroq bosadi. Kam tuxum qo'yib ko'p bosadi. Jo'jalar ko'p tuxum qilib kam bosadi. O'shani uchun ajralib turadi. Tullaklar qimmatroq yuradi, jo'jalar arzonroq. Bular bir qorga olib chiqdik, kataklarning ichini tozalab, kuchuk bachcham olib keldik. Endi buni kattalashtirib biznesda yurg'iztiryapmiz. Mana bu yerda quyon kataklar bor edi, uni olib chiqib uylarni yasab qo'ydik. Kun sovuq bo'lgani uchun kecha yengilgina somon tashab qo'ydik. O'zimizning foydamizga bu. Tovuq katagimiz, buni ichini xudo xohlasa shanba kuni to'ldiramiz. Hammasi yangi kelganlar juda ko'p, hali kuni kecha 10 taga yaqin sotib yubordik. Mana shundaylarni 300 ming so'mdan. Videoda maydaroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin g'ozdan katta makyonlar. Bu ham tullak, yangi tullaklardan. Qora bosh bilan xashak chachishgani mana bunaqa variant. Bunda 2 dona bor. Agar qiziquvchilar bo'lsa, buni ham sotaveramiz. Narxini kelishsa. Bu bilan xo'rozni endi ajratish usuli, gavdasi yirik bo'ladi. Aslida ona qizili kattaroq bo'ladi. Mana bu xo'roz, bu makyon. Mana bu makyon, mana bu xo'roz. Afti qizili ko'proq bo'ladi, kattaroq. Ham makyonning gavdasi maydaroq bo'ladi mana. Hali bu jo'jam xo'roz, o'shaning uchun gavdasi maydaroq. Unisi nayli katta. Makyondan 3 ta keladi agar yaxshi kattalikda bo'lsa. Bunday kattalarni ham sotib yubordik. Endi asta-asta sotib, o'rma-o'rma almashadi mana. Bu xo'roz. Quyon, tovuq, boy xil parranda jonzotdan boqib, sinab ko'rilib, eng zo'ri boqish oson bo'lgani bu indudka. Tovuqda kasal bo'lib yota olmaydi. Shamollab o'lib qolmaydi, odamni anaqa qilmaydi. Kasalligi bor, lekin 100 tadan bittasi o'lishi mumkin unda ham. Ko'p tashqariga boqib yurganimizga bu chiqishga ham o'rganib qolgan. Darvozani ochsak chiqib ketadi, aylanib keladi. Hovuzchasi bor, endi qor yoqqan suv to'ldirib qilish bo'lmaydi-da. Mana shu yerda hovuzchasi mazza qilib o'rganib chiqdi. Uylarni tozalab, somonlarni yangilab qo'yamiz. Endi sovuq bo'ladi. 2-3 kundan avval bir haftada 2 marta tozalasak, hozir 3-4 marta tozalayapmiz. Buni o'zi boqish tarzi qiyin emas. 3 xil makkay, bug'doy. Mana donlar.
makkay bug'doy aralashmasi 70% bug'doy, 300% makkay bo'lish kerak. Keyin men berdim. Aralashma domiz. İchida tariq, bug'doy, oqsimishka, finish ana shular bor. Finishni yengil berish kerak, bo'lmasa so'yganda go'shtdan hidi keladi finishda. Mazasini yo'qotadi. O'shaning uchun finishdan kamroq berish kerak. Makonlarni o'zi urishyapti. Vit. Mana bu tullakka kirdi. Dumidagi patlar to'kilib, troylgina bo'lyapti. Bu xo'rozimiz bir kataklarni tozalab, ovqatish joyi jarayonini bir video syomka qilib qo'yamiz. Endi like, comment bosib tursalaring ko'proq video qo'yishga motivatsiya bo'ladi. Uychalarga somoq qo'ymadik, bittasiga qo'ydik, o'shanga 2 ta, 3 ta tuxum qo'yapti har kun. Endi tuxumlash foizi ko'payib ketsa, o'zi qishki kuni palaqda bo'ladi. Iste'moldan boshqa hech nimaga yaramaydi. O'shaning uchun somonlarni olib tashab, tuxumdan bir to'xtatib olishimiz kerak. Aynan hozir tuxum qo'ygani bu ziyon, chunki jo'ja sezonda tuxumlash kamayib ketadi. Keyin qiyin masala bo'ladi. O'shaning uchun hozir tuxumni to'xtatdik. Tuxumni to'xtatamiz, to'g'ri qilib aytganda. Somonlarni olib tashab, pat o'zlari hatto bir kunlar isib ketganiga patlarni to'kib tuxumlashga tayyor bo'lib turuvdi. Tuxumni qaytarmasak bo'lmaydi. Chunki o'z tuxum qo'ysa jo'ja sezon tuxum qo'ymaydi. Bularda o'rtacha 1 yilda 80 tadan 120 tagacha tuxum qo'yishi kutiladi. Yaxshi boquvga qarab kamayadi, ko'payadi. O'rta hisobda tajribamdan kelib chiqib, menda 2 martadan yotgan. Chunki kechroq bo'lganman tuxumlash sezonda. Chiqib kechroq oluvdimda, o'shaning uchun 2 martadan o'tgan yil boqqanimda 12 ta edi. 450 tagacha chiqib ketdi soni. Like, comment bossalaring, Samarqanddagi nechta bozor bo'lsa, hammasiga borib ko'rishimizga harakat qilamiz.